Assalomu alaykum YouTube kanali a'zolari. Mana xudo xolasa yana bir buyurtmamiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Mana sizlarga ko'rsatamiz. Optix profillarimizda bo'ldi. Zalatok gigadan eshigimizga kirib keladi. Mana aynilari 2 qavat. Yut tekizga oq ayna chiqarisi. Hop. Mehmonxonamiz kirishida ikkita fortishka, eshik, 180 ga 130 romlarimiz. Xotin yopilishi. Romlar xuddi shunday ikkita vatanidan. Ishlar bor, xolasa hamma yo'q joyida. Kanalımızda balkona kirişte chap qo'lda 6 metrlik terasamiz var. Bu teraskalar ham 2 qavatlik aynak. Eshiklar ham 2 qavatlik aynak. Ichkariga kirganimizda ochiq to'g'rini devasida bitta o'tishga. 2 qanotli ikkita eshik, bitta rom, bitta hammom eshigimiz. Eshiklarimizni yurib keladi mana. Ichga kirganimizda tashqi tarafga qaraganda portishkamiz bor yana. Mana romimizda ishlari. Luft yo'q. Aylanib chiqadi. Eshigimizga kirib keldi. Eshigimizda ham luftlar yo'q xudo xolasa. Mana bu joyda. Gapga kirishimiz zaman eshigimizga kirib keladi. Va yotoqxonaga kirishimiz bo'lgani uchun aynalarni gullarni qo'ydik. Hammomimiz bitta futishga eshik. Eshigimizdan luftlar yo'q. Wi-Fi'ga doim sizlar bilan pastda nomerlar qoldirib qo'yamiz, bemalol murojaat qilaverasizlar.